Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf haqida ma'lumot beraman. Muhammad Yusuf 1954-yili 26-aprel kuni Andijonning Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida oddiy mehnatkash oilasida tavallud topgan. Muhammad Yusuf bolaligidan adabiyotga qiziqqan. 1978-yilda Rus tili va adabiyoti instituti, hozirgi O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini tamomlagan. 1976-yilda bo'lajak shoirning talabalik yillarida yozilgan she'rlari ilk bor O'zbekiston adabiyoti va san'ati haftaligida bosilib chiqqan. 1978-1980 Respublika kitobsevarlar jamiyatida ishlagan. 1980-1986 yillarda poytaxtning Toshkent oqshomi gazetasida ishlab tajriba orttirgan. 1986-1992 yillarda G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida xizmat qiladi. 1992-1995 yillarda O'zbekiston ovozi gazetasida, O'zbekiston Milliy axborot agentligida xizmat qildi. 1996-yil shoir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ladi. Avvaliga adabiy maslahatchi, 1997-yildan to umrining oxirigacha uyushma raisi o'rinbosari lavozimida ishlaydi. Muhammad Yusufning she'rlari matbuotda tez-tez chop etilib turgan bo'lsa-da, shoirning birinchi she'riy to'plami 1985-yilda chop etilgan. 1985-yilda Tanish teraklar she'riy to'plami bosilib chiqqan. Ushbu to'plamda turli mavzudagi she'rlar, asosan shoirning bolaligida eshitgan hikoya va ertaklari, o'smirlik yillari, ona qishlog'i mavzularida yoritilgan. 1987-yilda Bulbulga bir gapim bor she'riy to'plami bosilib chiqadi. Iltijo, uydagi qiz, Halima enam allalari, ishq kemasi, ko'nglimda bir yor, bevafo ko'p ekan, yolg'onchi yor, erka kiyik, osmonimga olib ketaman kabi she'riy to'plamlari bosilib chiqqan. Muhammad Yusuf Osmonning oxiri, Qora quyosh singari dostonlarni yaratgan. Shoirning Vatanim, xalq bo'l elim, dunyo, inshaalloh, o'zbek momo, iqror, tilak singari o'nlab she'rlari chop etildi. Shoirning she'rlari uning vafotidan keyin ham chop etilgan. Ulug'imsan vatanim, saylanma, xalq bo'l elim kabi she'riy kitoblari nashrdan chiqqan.